Qadrdonlar, obyektimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mana ko'rib turibsizlar. Xudo xohlasa yakunlanish arafasidamiz. Endi shu yerga qancha rasxod ketdi desanglar, rasxodlarni aytib o'tamiz. Necha metr quyildi desanglar, metrgacha aytib o'tamiz. Videoni ko'rishdan oldin albatta bir dona like bosib qo'yasiz. Bizga motivatsiya bo'ladi. Bundan ham zo'r videolar qilib, obzorni qilishga harakat qilamiz. Qilgan ishlarimizning narx-navolariga qiziqqanlar uchun. Bir dona like sizdan, xo'sh, tanishtirish bizdan. Unda boshlaylik. 43 metr joyimizga eni 40, mana ko'rib turibsizlar. Eni 40, bo'yi 70 ga otiluvdi. Mana shu urvini mana shu 50 da tugadi, yakunlandi. Mana yerdan ko'tarib 70 ga bu yog'ini otdik. Xo'sh, bu yerga qancha rasxod ketdi desanglar, endi 1 kamas shag'al ketdi. 3 tonnadan oshiqroq sement ketdi. Sement nimaga ko'p ketdi desanglar, shag'alimiz mayinroq kelib qoldi. Shuni hisobiga ko'proq sement qo'shib qo'ydik. Qadrdonlar, ushbu obyektimizni 1 metrini 100 ming so'mdan qo'yib berdik. Apalavkasi ichida 100 ming so'mdan qo'yib berdik. Qimmatmi, arzonmi? Kommentariyada, izohlarda o'z fikringlarni qoldirasizlar. Qaysi viloyatda necha pul quyilyapti? Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.